Siz AQShdan tashqarida yashaysiz va AQSh kompaniyasi uchun ishlaysiz. Xo'sh, sizda AQShga qonuniy immigratsiya qilish uchun qanday imkoniyatlar bor? Ushbu savolga AQShning Nyu-York va Pensilvaniya shtatlarida litsenziyaga ega bo'lgan advokat Abdulaziz Isakulov javob beradi. Sizni AQShga qonuniy immigratsiya qilishingiz uchun bir necha yo'llar mavjud bo'lib, bu O1, L1, EB3, H1B kabi viza yoki green karta kategoriyalarini o'z ichiga oladi. Bu viza yoki green karta turlarining aynan qaysi biri sizga mos kelishini biz quyidagi ikkita omilga asosan sizga aytishimiz mumkin. Birinchisi, siz qanday yutuqlarga erishgansiz, ya'ni talent viza kategoriyalariga siz to'g'ri kelasizmi? Va ikkinchisi, albatta, AQShdagi sizni ish beruvchingiz sizni sponsorlik qilib AQShga olib kelishga tayyormi yoki ularda shunday xohish bormi yoki yo'q? O'z imkoniyatlaringizni to'liq bilish uchun albatta Isakulov Group bilan konsultatsiyaga yoziling.